buni, so'zsan. Bering telefonimni. Bu joni masalam tiling chiqibdimi? Xuddi shunga o'xshash holat Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanida yuz berdi. Bek o'rnida Devorga tushib keldi boshqa. shu o'rnidan keyin yerga yiqildi. Qayerga? O'sha tepdimi shu? Ichiga. Ha, ichiga tepdi qilgan bo'ldi. Ha, yiqildi yerga tepdim, keyin shuna qarasam, ko'rpida turgan edi. Ichib ketdi tashqariga. Rasmiylarning bizga taqdim etgan ma'lumotlarda aytilishicha, muqaddam sudlangan 29 yoshli erkak avvaldan oilaviy ziddiyatlar tufayli ayoli bilan muntazam o'zaro janjallashib kelgan. Shu sababli bir marotaba sud tomonidan tayinlangan jazoga qaramasdan doimiy ravishda rafiqasini haqoratli so'zlar bilan kamsitib kelganligi aytildi. Shu zaylda o'tayotgan kunlarning birida erkak turmush o'rtog'ining qo'l telefoniga begona raqamdan kelgan ishqiy xabarnomalarga ko'zi tushadi. Avvaldan alamzada bo'lib yurgan erkak 2 nafar farzandining onasi bo'lishiga qaramay ayolini urib, uning vafot etishiga sababchi bo'lgan. Mazkur holat bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Oltinsoy tuman sudida ko'rib chiqildi va sudlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 126 moddasi 8-qismiga bandidagi jinoyatni sodir etgan aybdor topilsa, jinoyat ishlari bo'yicha Oltinsoy tuman sudining 2023-yil sentyabr kunidagi kun bilan o'talmasdan qolgan 1 yil 3 oy 18 kun axloq tuzatishlar jazosini jazo muddatini qisman qo'shish yo'li bilan har kuni o'zini o'tash uchun 10 yil 6 oy muddatdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. onasining qotilidan bir umr nafratlanib o'tadigan farzandlar o'sha qotil otasi ekanligini anglaganlarida qanday holatga tusharkinlari? Yurakdagi tuyg'ular jangi, bu kurashning asorati kelajakdagi achchiq qismatning debochasi bo'lmasa bo'ldi.